Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldilaringmi? Xonadonlar tinch, osoyishtami? Meni kuzatuvchilarim, bugun men mo'jiza izlab Alayski bozorga boryapman, gul bozoriga. Qanaqa gullar bor? Ko'p yillik, sovuq, issiqda chidaydigan, chidamli gullar qaramoqchiman. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu hozir ketayotgan chog'imda Malaka oshirishni hovlisida bu kustarnikni ko'rib qoldimda. Hozir bu tarafdan o'tib, yaqindan ko'rmoqchiman. Rasmga olib, keyin Google'dan ko'rmoqchiman. Nima ekan bu? Lekin o'tmasa ham yaxshi ko'rinar ekan. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Kustarnik bor ekan. Lekin bargi atirgulni bargiga o'xshar ekan. Hozir to'xtanglar, yaqindan ko'rsataman. Mana qaranglar. Qanaqa chiroyli. Men buni g'uncha desam, bu qanada anaqa ekan? Mevasi ekanmi, nima ekan bu? Lekin bargi xuddi atirgulni bargiga o'xshar ekan. Qaranglar. Qattiq ekan. Uchida sal tikonlari bor ekan. Qaranglar, qanaqa chiroyli kustarnik ekan. Chiroyli narsa ekan. Bozorga ham qarab ko'raman. Shunaqa narsa topa olsam olarman, kichkinaroq nimasidan. Agar bo'lmasa, kuzga mana bu ahranigidan so'rab anaqasidan olaman, chiringa qilishga. Bironta shoxini kesib olishga harakat qilaman so'rab. Qaranglar, qanaqa chiroyli narsa ekan. Nima ekan buni nomi, bilasizlarmi? Yo Google'dan so'rab ko'rish kerak. Mabuz Danyan ichida yuvelirni markazi bor. Kumush, oltin, brilliant, shunaqa qimmatbaho taqinchoqlar bor. Men oltindan ham ko'ra ko'proq kumushga qiziqaman. Biron kuni kelib birgalikda biron narsa xarid qilarmiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Hozir endi bularga vaqt ajratmaymiz. To'g'ri o'tib ketamiz. Hamma brendoviy oltin, zargarlik buyumlari sotadi. Endi hammasi brendoviy bo'ladimi, yo'qmi, unisini bilmayman. Lekin yaxshi, sifatli, antikvar deydi-ku, o'shanaqa narsalar ko'rganman-da. O'shaning uchun biron kun kelamiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Men charchab qoldim, hansirab qoldim. Mana bu meni o'ng tarafimda, o'ng qo'l tarafimda bozori bor. Biz mana bu yo'lak bo'ylab ketamiz. Mana shu yo'lak bo'ylab borsalaring, kichkinagina gul bozori bor. O'sha hovli, xona gullari sotiladigan bozorcha desa ham bo'ladi. Bog'imizga mana bunaqa dekorlar ham ishlatsak bo'ladi. O'zgacha bu ham ko'rinish beradi. Chiroyli narsa ekan. Bular lekin Chorsuda bir ko'proq. Alayskida ham, Chorsuvda ham turistlar ko'p keladi-yu. Mana bu milliy uslubdagi
kiyimlarimiz, sumkalar, shopperlar bor. Mana kelib qoldik.